Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz hozirgi kunda yoshlar orasida moda bo'lgan, ya'ni eng katta muammo haqida gaplashamiz. Ya'ni hozirgi paytda mana ayniqsa do'konlarda prilavkalarda ko'p bo'lgan narsalar, ya'ni energetiklar haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda ko'p yoshlar suv o'rniga ham energetiklar ichishyapti. Quvvat bo'ladi, nastroyeniyani ko'taradi deb turib ko'p energetiklar ichilyapti. Lekin bu sizlarni masalan 1 soatlik mazza qilib kayfiyatlaringni oshirishlaring yoki energiya bo'lishlari bu ertaga katta muammolarga olib kelishi mumkin. Ya'ni yurak qon tomirlari sistemalariga muammolar olib kelishi mumkin. Undan tashqari jinsiy muammolarga ham olib kelishi mumkin. Buni mana hozirgi videomizda gaplashib o'tamiz. Kelinglar, eng muhim haqida gaplashamiz. Bunda o'sha siz ichgan energetikni qanday qilib yurak qon tomiri va ereksiyaga ta'sir qilishi haqida gaplashamiz. Bunda siz ichgan boyagi energetik tarkibidagi kofein ko'p miqdorda bo'lgani hisobiga yurak qon tomirlarini toraytiradi va yurak urishini tezlashtiradi. Shunda siz boyagi ichgan energetik qon tez aylantirganlik hisobiga pastki oblastga, ya'ni ereksiyaga javob beradigan organlarga qon yetib bormasligini hisobiga ereksilniy disfunksiyaga olib kelishi mumkin. Shunda siz hamma joyga quvvat bo'ladi deb ichib turgan narsangiz keyinchalik sizni patologik qilib qo'yishi mumkin. Endi shakar va testosteron haqida gaplashamiz. Bir e'tibor berib ko'ring, bitta energetik tarkibida 10-12 qoshiqgacha shakar solingan. Bunda siz bu narsani ichganingizdan keyin organizmda shakar miqdori ko'tarilib ketib, ya'ni insulin ishlab chiqarish ko'payib ketadi, ya'ni portlash hosil bo'ladi. Bunda insulin gormonining yuqori darajada turishi testosteron gormonini ishlab chiqarishni to'xtatib turadi. Bunda bizga nima hosil bo'ladi? Ya'ni o'sha testosteron tushib ketganini hisobiga mushaklar bo'shashib qoladi, ereksiya tushib ketadi. Shuni hisobidan xohishlar ham pasayib ketadi va erkaklik mana bu his tuyg'ulari ham pasayib ketadi. Energetiklar sizga kuch bermaydi, nabarot hamma kuchlaringizni tortib oladi. Ya'ni bu nima degani? Bunda ichgan energetikingiz buyrak usti bezidan adrenalin va kortizolni chiqarishga majbur qiladi. Bunda u adrenalin bilan kortizol chiqqandan keyin cherezchur ko'p ishlatishga majbur bo'ladi. O'sha narsani misol oddiy holatda sizda определенный darajada adrenalin bilan kortizol ishlab chiqaryapti, siz energetik ichdingiz, u narsa ko'payib ketdi. Va siz ichishni to'xtatganingizdan keyin birdan slabiylashib ketadi. Ya'ni o'sha adrenalin va kortizol tushib ketganini hisobiga sizda nabarot charchoq hosil bo'ladi. Xulosa qilib aytamanki, bu energetiklar sizlarda yaxshilikka olib kelmaydi. Ya'ni jinsiy zaiflik, xohishni pasayib ketish. Hozirgi kunda masalan 20-25 yoshdagi bolalar kelyapti. Ularda uje jinsiy zaiflik, xohishni pastligi, nastroyeniyani yo'qligi bilan kelyapti. Agar sizlarda shu va shunga o'xshagan muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, pastdagi nomerlar orqali o'zimga aloqaga chiqishingiz mumkin.